Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar, Nabiy alayhissalom dedilar: Robbisini zikr qilib yuradigan kishi bilan zikr qilmaydigan kishining misoli xuddi tirik va o'lik misolidir. Imom Buxoriy rivoyati. Demak, qaysi bir odam yaratgan Robbisini eslab zikr qilib yursa, bu tirik inson. Kim Robbisini eslamasa, zikr qilmasa, garchi bu nafas olib turgan bo'lsa ham o'lik inson. Imom Muslim rivoyatida Allohni zikr qilinadigan uy bilan zikr qilinmaydigan uyning misoli xuddi tirik va o'lik misoli kabidir. Qaysi xonadonda zikr bo'lsa, ibodat bo'lsa, shu xonadon tirik xonadon. Qaysi xonadonda Alloh eslanmasa, tilovat Qur'on bo'lmasa, ibodat bo'lmasa, o'lik xonadon. Bu narsadan o'zingiz xulosa chiqarib olavering. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Ala unabbiukum bi khayri a'malikum va azkaha 'inda malikikum va arfa'iha fi darajatikum va khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal fidda va khayrun lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum va yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qol zikrullohi taala rawahu Tirmiziy. Amallaringizni yaxshisi, Robbingiz huzuridagi eng pokizasi, darajangizni baland qiluvchisi, tillo va kumushlarni sadaqa qilishdan afzalroq bo'lgan va dushmaningizga yo'liqib uning bo'yniga qilich urishdan ham yaxshisi bo'lgan narsani xabarini beraymi? Ayting ey Allohning rasuli deyishdi. Alloh taoloning zikri dedilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Dunyodagi eng savobli amal Allohning zikri, eslash bilan bo'ladi.